Tishlangan olmani eslatuvchi kompaniya. iPhone. Yo'q, kompaniya. Apple. Bo'ladi. Milliy universiteti qaysi metroda joylashgan? Beruniy. To'g'ri. Toshkentdagi eng katta kutubxona qaysi? Milliy kutubxona. To'g'ri. Men o'sib qilmayman. Farhod va Shirin dostoni kimning qalamiga mansub? Alisher Navoiy. Bu kun informatsion dasturi qaysi telekanal orqali? MyFi. Zo'r TV. Zo'r TV. Zo'r TV. Xo'p, endi sizlarga rasm ko'rsataman. Kimligini topishinglar kerak. Birinchisi O'zbek futbolchisi. kim? Bilmayman. Farruh Sayfiyev. Ikkinchisi Turkiya prezidenti Erdo'g'an. Bularga qo'yasiz. Ko'rmay qoldim. Mirzo Ulug'bek. Zahid Muhammad Bobur. Mirzo Ulug'bek. Bularga qo'yasiz. Bor. Nima deyishdir? Bu tugamadim hali. O'yin tugadi. Kattakon rahmat.